Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglar sotuvi davom etmoqda. Mana bugungi zakazimiz Surxondaryo viloyati Denov tumaniga 4 ta banan korobkada, ya'ni ikkitasi 1 kvadrat hisobida. Jami 4 ta bo'lib 2 million so'm, 1 kvadrati 1 million so'mdan dastavka xizmati ichida yetkazib beryapmiz. Bu zakaz bergan bobomiz yosh 87 da ekan. Xudo xohlasa bobomizga mana bu joylarimizdan juda zich holatda, ya'ni zichlashtirish usulidan foydalangan holatida xudo xohlasa yetkazib berishlarini amalga oshiramiz. Chuvalchanglarni esa mana bu bioreaktorlarimizdan olamiz. Mana bu bioreaktorimizdagi chuvalchang och holatda, ya'ni oziqasi tugagan. Ko'rinayotgan bo'lsa, ochilyapti. Ya'ni mayda-mayda bo'lib qolgan. Mana shunday och holatda bo'lgan Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari borgan joyiga tez moslashib ketadi. Katta chuvalchangdan ko'ra. Xudo xohlasa mana shu joylarimizdan, kamiga mana bu joylarimizdan Xudo xohlasa bobomizga o'zini ko'ylagidagidek qilib beramiz. Bobomiz avval Namangandan olib keldirgan ekan. Keyingisida Denovni o'zini olib kelgan ekan. Shu videolarimizni ko'rib, bizda Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarning zichligini ko'rib, bobomiz o'zi kelyapti. Xudo xohlasa o'ziga yoqqan joyidan chuvalchanglarni so'veramiz bobomizga. Hozir sizga katta chuvalchanglar bor joyini ham bir qator ko'rsataman. Boya ko'rgan joylarimiz sal maydaroq, och holatda. Mana bu joyimizda esa go'ng, ya'ni chuvalchangning oziqasi yaqinda berilgan joy. Mana shu joydan bir qator ko'rsataman. Bobomiz xohlagan joyidan solib beramiz. Ya'ni o'zi kelyapti. Mana bu joyimizda esa bir yaqinda bir akamizga berganimizda baliq uchun olgandi. Katta edi. Hozir ko'ramiz. Qani? Bu nisbatan sal kattaroq. Hozir kechki vaqtda video qilyapmiz. Bu joyimizda ham oziqasi kamayib qolibdi. Ko'rinayotgan bo'lsa, chuvalchanglarimiz. Bu joyimizdagilar ham ozi boshlabdi. Kechki vaqtda video qilyapmiz. Hozir bobomiz kelishiga kechki vaqtda tayyorlab qo'ydik. Xudo xohlasa erta kelsa bobomizga yoqqan joyidan chuvalchanglarni solib beramiz. Bobomiz uyga keldik. Dabafka bilan berdik. Chuvalchanglarni qani uzoq yo'ldan kelgan holatni bir qator kuzatamiz. Shunday zich holatda. Ikkinchi banan korobkani bir qator kuzataylik. Stress holatiga tushmasdan juda yaxshi holatda ketdi chuvalchanglarimiz. Zichlik holatini o'zingiz bir qator kuzatyapsiz. Och holatdagi Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglar. Masofamiz 1
50 kilometr uzoqdan keldi. Stress holatiga tushmasdan. Keyingi jarayonida bobomizning cho'lchanglar boqish uchun tayyorlab qo'ygan joyi. Bir tarafi bog' ekan, yonboshi esa molxonani yonidan joy tayyorlabdi. Go'ngni holati sal namligi kam ekan, ya'ni cho'lchanglar 70-80% namlikda yaxshi ishlaydi. Hozir kunlar ham juda issiq holatida. Agar namlikda 70-80% ga qilmaydigan bo'lsa, cho'lchanglarni oziqasi, ya'ni molning go'ngi tagidan qizib boshlaydi. O'shani oldini olish uchun ham namligini 70-80% qilgandan keyin cho'lchanglarni tashlab, ustidan somon, hashaklarni soya vazifasi o'rnida kuniga 2 mahaldan suv berib boradi. Shunda go'ng ham qizimaydi, cho'lchang ham moslashgandan keyin tuxumlar qo'yib shu holatda ko'payishda davom etadi. Banan korobkalarni bo'shatdik, joy tayyor emas ekan. Qizil plastmassa yashiklariga cho'lchanglar kelgan holati. Birorta stress holatiga tushmasdan zich holatda bo'lib ketdi. Zichligini ko'rdingiz. Juda a'lo darajada.